absolyut koordinatalarni ko'rib chiqdik. Endi nisbiy koordinatalarni ko'rib chiqish bilan davom ettiramiz. Demak, nisbiy koordinatalarga nima deb ataladi? Ya'ni absolyutga har bir nuqtani bizlar faylning absolyut, ya'ni qayerda qanday bo'lishi faylning o'zida bor uje. O'shanga qarab koordinatalarni qo'yib chiqdik. Misol uchun, свойствоны panelini ochaman. Har bir obyektlarni koordinatasini uning свойство panelida ham ko'rsa bo'ladi. Misol uchun, mana bu aylanani koordinatasi center x o'qi bo'yicha -10, y o'qi bo'yicha 20 ni tashkil qiladi. Buni har qayerga olsak ham koordinatalari avtomatik tarzda o'zgaradi. Mana ko'rib turganingizdek, -420 ga 200 bo'ldi. Yoki boshqa tomonga olsak agar, bu yerda ham koordinatalar avtomatik tarzda o'zgaradi. Ana shu yerdan ko'rishimiz mumkin. Bu koordinatalar absolyut hisoblanadi, ya'ni chizmaning absolyut koordinatasi. Bizlar mana bu koordinata o'qidan qancha uzoqlashganimizni ko'rsatib turadigan bir ko'rsatkich. Orqaga qaytamiz. Endi esa nisbiy koordinatalar bilan chizishni o'rganamiz. Bunda bizlar birinchi nuqtani ko'rsatishimiz kerak hamda qolgan nuqtalarni birinchi nuqtaga nisbatan koordinatalarni ko'rsatamiz. Bu qanday ishlaydi? Ya'ni bizlar birinchi nuqtani ko'rsatamiz hamda ikkinchi nuqtani ko'rsatayotgan paytda uning x hamda y bo'yicha bo'lgan masofasini ko'rsatamiz. Salginlashdim. X hamda y bo'yicha masofani ko'rsatamiz. Bunisi x hisoblanadi, bunisi esa y. Ya'ni hozir uni komandniy strokaga qanday kirgizishni o'rganib olamiz. Demak, poliliniyani tanlayman hamda birinchi nuqtani ko'rsataman. Birinchi nuqtani absolyut atmetka sifatida ko'rsatsak ham bo'ladi. Yoki shunchaki o'zini shu yerni belgilayman. Keling, hammasi to'g'ri bo'lishi uchun uni ham absolyut atmetka sifatida kirgizaman. 10 virgul hamda 10. Okey. Ikkinchi nuqtani kiritayotgan paytda bizlar 40 ga 30 ga 25 ga 40 qilsak bo'ladi. Bu absolyut bo'ladi. Bizlarga esa hozir nisbiy koordinata kerak. Nisbiy koordinatamiz bu ikkinchi koordinatani birinchi koordinataga nisbatan nisbiy holatini belgilaydi. Ya'ni birinchi nuqtamiz ikkinchi nuqtamiz birinchi nuqtamizga qaraganda x bo'yicha 15, y bo'yicha esa 30 masofada turibdi. Shuning uchun bizlar 15 ga 30 kirgizishimiz kerak. Kirgizishdan avval esa kuchukcha, ya'ni mana bunaqa mail, kuchukchaga umuman o'xshamaydi, mail deb atayman. Mail belgisini qo'yamiz hamda x bo'yicha 15 virgul qo'yib y bo'yicha 30 masofa beramiz hamda enterni bosamiz. Ko'rib turganingizdek, nisbiy koordinatani to'g'ri joyga chizdik. Keyingisi yana mailni bosamiz hamda bu safar ham 15 ga 30. Oxirigacha shunaqa bo'ladi. To'g'rirog'i. Tepaga chiqib ketdi. Hech qisi yo'q. Ctrl Z yoki mana bu yerdan Alt minusni bosamiz. Demak, 30 yozdik, hozir 30 emas, -30 yozish kerak edi. Y-imiz chunki o'zi pastga tushyapti. Qaytadan mail 15 virgul -30 hamda enter. Keyingisi ham xuddi shunday. Mail 15 virgul bu safar 30 ni o'zini yozamiz. Davom etamiz. Mail 15 virgul -30 enter. Hamda tasdiqlash uchun yana bir bor enter tugmasini bosamiz. Demak, nisbiy koordinatalarni ham o'rganib oldik. Endi bitta mashq bor. Mashq emas, sizlarga ko'rsatib o'taman. Misol uchun shunday ish borki, bizlar to'rtburchak chizishimiz kerak. Mana bu nuqtadan bizlarni to'rtburchagimizning chapki pastki nuqtasi 70 x bo'yicha 70,
y bo'yicha 50 masofada uzoqroqqa tursin. Buning uchun oddiy kvadratni belgilaymiz hamda aytganimdek nisbiydan avval birinchi marta absolyut nuqtani belgilash kerak. Buni yana bitta yo'li bor. Kontrolni bosib turgan holda o'ng tugmani bosib, otni bossak, bizlar absolyutni ko'rsatib, shu nuqtaga nisbatan kvadrat chizishni boshlashimiz mumkin. Buni ustiga bosaman. Endi bizlarni nisbiy nuqtamiz ana shu yer hisoblanadi. Endi esa ya'ni mail x bo'yicha 70 edi. Y bo'yicha esa 50 virgul qo'yib 50 yozaman. Hamda birinchi kvadratni nuqtasini chizish uchun enterni bosaman. Birinchi nuqta tayyor. X bo'yicha 70, Y bo'yicha 50 chizildi. Hamda kvadratimizni o'zi endi qancha xohlasak shuncha chizamiz. Misol uchun razmerini olib 50 ga 50 chizishimiz mumkin. Bundan ham osonroq yo'li, buni ham nisbiy koordinata orqali mail belgisi 50,50 enter. Ko'rib turganingizdek qanday yaxshi samara ish paytida berishi mumkin. Nisbiy koordinatalarni ham ko'rib chiqdik.